yangi vasillarga nomada yangi vasillar kelishmiga. Xuddi shunday aka. Tanishtiruvchi talablar chiqadi aka. Narsalarni oldinlashtirib aytib bering aka, bu yangi vasillar qarang. Bo'lagan aka, nechta olyapti? Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Yaxshimisizlar? Hozir bizga 4 xil eng ko'p ketayotgan velosipedlarni olib keldik. Yana birinchisi gorniy velosipedimiz bo'ladi, 21 skorli bo'ladi. Hamma yo'g'i, nasosi, bachoy hamma yo'qlar ichida. Oy to'lovi atiga 135 ming so'mdan 12 oyga to'laysiz aka. Keyingisi ikkinchi velosipedimiz bu Apache bo'ladi, razmeri 20 li bo'ladi. Roli ham, egari ham ko'tariladi. Farzandingiz katta bo'lsa, bu ham kattalashib ketaveradi. Keyingisi bu eng baquvvat velosipedlarimizdan biri. Bu ham razmeri 20 bo'ladi. Buni oylik to'lovi atiga 78 ming so'mdan chiqadi. Endi eng ko'p ketayotgan velosipedlarimizdan biri, sizni farzandingiz ikkita, lekin bitta velosiped olib bermoqchisiz. Xuddi shu velosipedni sizga tavsiya etib beraman. Atiga 112 ming so'mdan 12 oyga oylik to'lov bilan chiqadi. Orqasida bachoylari ham bo'ladi. Bachoy ham ko'pchilik bo'ladi. Ha, orqasida mana bachoy ham bo'ladi aka. Mana narsa qo'yganlar joylari ham bor ekan. Baquvvat bo'ladi. Bemalol ikkita farzandingiz kelishib, meni yursa bo'laveradi. Sizlar ham ancha baquvvatdan qilingan, archa do'q-do'qga tushganda ham hech narsa bo'lmaydi. Atiga 112 ming so'mdan mahsulotni xarid qilsalar ham bo'ladi 12 oyga, onlayn shartnoma qilsa ham bo'ladi. Dastavka xizmatimiz ham yetkazib berish ham hamma yo'q ichida bor. Rahmat akalar.